Assalomu alaykum, yana bir bor qadrdon obunachilarimiz. Yana bir bor lozim topdim. Mana shu Belarus texnikalari haqida ma'lumot berib o'tdik. Baribir Belarus qiziqadigan yozlarimiz ko'p. Bu texnikamizda radio, konditsioner mavjud. 2025 yili 82. Hozirgi kundagi narxi 370 million so'm. Qadrdon akalarimiz bemalol kelib, boshlang'ich 25% to'lov asosida mikro lizing orqali yoki pertsiyada naqd to'lov orqali ham xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Xo'p, undan keyingi texnikamiz 80.1. Bu ham 2025 akalar bemalol ko'rishingiz mumkin. Yangi faralarda kelgan. Bemalol 2025 konditsioner radiosi bor buni ham. Transportning asosan 315 million so'm hozirgi kundagi narxi. Xo'p. Undan keyingi texnikamiz 82.1. Oddiy most. Buni hamma yaxshi bilishadi, fermer akalarimiz. Qator orasiga tushishi bilan, chaqqonligi bilan ajralib turadigan texnika. Buni ham xuddi shunaqa 2025 radiosi, konditsioner mavjud. Xo'p, hozirgi kundagi narxi 340 million so'm. Naqdga albatta kelishtirib chiroyli qilib o'tib beriladigan joyi bor. Hurmatli fermer akalar, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Yoki boshlang'ich to'lov bilan 25% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 3 yilgacha har 6 oy asosida bemalol xarid qilishingiz mumkin. Yana bitta yaxshi tarafi, pulingiz kamroq bo'lsa, boshlang'ich 10% bilan ham bu texnikalarni chiqarib beramiz. Oyma-oy bo'ladi. Bundan keyingi texnikamiz 82.1 balishli most. E'tibor berishingiz mumkin. Balonlari ozgina oddiyga nisbatan kattaroq bo'ladi. Oldi tortadigan. Bu texnikamizda ham konditsioner radiosi mavjud akalar. 82.1 balishli most. Ancha traktorlarda o'ziga traktorchilarda nima qilib qo'ygan, jalb qilib qo'ygan traktor hisoblanadi. Hozirgi kundagi narxi, hurmatli kuzatuvchilar, fermer akalar, 355 million so'm. Naqdga buni ham o'tib beriladigan joyi bor. Bemalol